Xo'p, nima bo'lyapti ekan bu yerda? Nima yana yomg'ir? Buni yana nimasi? Mening mashinamchi nima bo'ldi? Kechagina yuvgandim. Bu yomg'ir ham jonga tegdi. Bu hayvon uchun narsa qurish kerak. Ya, kerak bo'lmaganda tinib qoladi-ya. Bu mashina uchun garaj qurish kerak. Bu uchun menga resurslar kerak, lekin menda resurslar yo'q. Mayli. Obunachilar video olar ekan-ku. Shu bo'ldi, barcha-barchalarga salom, sizlar va Let kanalidasizlar va bugun yangi video. Ya'ni bu yangi mashina oldimning ikkinchi qismi. Mashinamga yangi garaj qurdim videosi. Xo'p, bu mashinam uchun yangi garaj qurish uchun mana bu yerdan ishlataman. Oldingi qo'shningiz nega ketib qoldi degan bo'lsangiz, bilmayman. Erta bir hafta oldin bu qishloqdan ko'chib ketgan. Nega deb so'rasanglar, bilmayman. Boshqa yerda yashayman, men shaharga ketdim deb turib ketdi. Oddiy mana bu uyi qoldi xolos. Va endi shu uy ham yo'q. Kerakdan ham ortiq. Bu uyni yo'qotdik va endi buni tuzatish kerak. Portlatib nima bor edi o'zi uyni? Va nihoyat qurib bitkazdim. Mana bu yerga endi o'sha garajni quraman. U uchun menga resurslar kerak, ya'ni xomashyo. Uni esa men magazindan sotib olaman. Mana mahsulotlar, bizga kerakli mahsulot deyman. Mana shunday garaj uchun kerak bo'ladigan qurilish ashyolari. Xo'p, mana bu yerdan boshlayman. Ana bu yerdagidan yo'q, kamroq u bortan kelay. 1 2 3 4. Xo'p, bir blok kam qo'ydim. Xo'p, endi bu yerni o'zingizlar ko'rasizlar. Uyum yarmi qani? Xo'p, bugun hammasi joyidanmi? Mana bu yerda creeper portlatgan bo'lsa kerak. Bu yerda men toshim bilan yopishim kerak. Voy, tosh zaxirasi menda atiga bitta qolibdi. Buni o'rniga men uyimga borib, uyimdan toshni olib mana shu yerga qo'yaman. Uyimga keyinchalik shaxtadan olaman. Kirkani olamiz va qayerdan ekan? Mana shu yer ko'rinmaydi ekan. Ham taxta bilan yopib boraman. Birinchi tepasini yopa qilamiz. Xo'p, yaxshi kirka bilan kavladik. Bu yerni va mana bu yerni
Ya, bu yer nima? Bu qanday tugma? Bu tugma orqali nima qilishim mumkin men? Va bosamiz. Menga hozir nima bo'ldi? Tugmani bosdim. Voy, men kreativ rejimidamanmi? Nima endi bu bloklarda menda cheksiz. Bu kimning hazili? Amal hazil, puzzle, mayli bu sovg'a. Va bunda men ucha olaman, xohlagancha narsa ola olaman, xohlagancha blok sindira olaman. Xo'p, bu yerni mana bu yerni ham yopib qo'yamiz. Bu yerda men nima qilishim mumkin? O'yla, Violet, o'yla. Aha, topdim darvozani. Super darvoza qilaman, ya'ni avtomatik ochiladigan va yopiladigan. Uning uchun menga redstone'lardan juda ko'p kerak. Va mana bu yerga qo'ya olamiz va mana bu yer darvozani redstone'dan qilamiz. Qani go. Xo'p, avtomatik darvoza uchun mana shuncha komanda blok va redstone korporatorlar ketdi. Umid qilamanki, u darvoza buncha mehnat uchun arziydi deb o'ylayman. Arzimasa bilmadim. Men uchun sizlarning fikringiz qiziq. Hozir endi kreativni qaytarib berish vaqti kelgandir. Va birinchi kreativni qaytarib beramiz va o'zim obzor qilaman hozir. Bu bolalar kreativni o'z joyiga qo'ygan holatda men bu garajni obzor qilaman va xo'p, men survivalga ham o'tib oldim. Va endi men mashinam uchun garajni obzor qilaman. U garajning darvozasiga mexanizm qo'shgandik redstone'lar ila. Va mana bu uning ko'rinishi. Gapirishga to'g'ri. Buni yo'lda qilmagan holda ko'rsatishda davom etaman va mana bu tashqi ko'rinishi garajimizning bu o'zimiz chiqib ketadigan joy yoki kiradigan mashinamiz uchun. Va eng asosiy qismi bizning mexanizmimiz. Va mana buni bosaman, mashinamni tasavvur qilaman deylik. Bosdim, kirdim. Va mana bu yerda mashinam qo'ydim. O'zi yopiladi. Yopilish animatsiyasini ko'rmadinglar. Xo'p, qaytadan. Xullas mashinam bilan kirdim. Ana animatsiya. Va mana bu yerga xuddi shu tugmani ichkari tomonga qo'ydim va mana bu animatsiyasiz ochish. Bu hech qanaqa vaqtdan keyin yopilmaydi. Bu esa yopish. Hozir men bir narsa o'ylab qoldim. Agar hozir nima bo'lishini ko'ramiz. Bu yana nimasi? Qaytadan. Ajoyib. Endi bo'ldi, bu garajimizga bizning mashinamizni olib kiradigan vaqt yetib keldi. Xo'p, bola eshikni ochamiz. To'xtalib yopamiz. Xo'p, ochamiz. O'tiramiz. Xo'p, haydab eshik tomon olib boraman, ya'ni darvoza faqat to'g'rilab mana bu tugmani bosib ichkariga kirdim. Mashinani to'g'rilab qo'yay. Endi bo'lsa darvoza yopilishini kutaman. Va men mashinadan tushaman. Juda ham qulay, men uchun qulay. Va mana bu yerda eshikni yopib qo'yaylik. Agar mabodo garajda nimadir qilmoqchi bo'lsak, eshikni ochamiz va keyin yana yopib qo'yamiz. Hozir esa mashinani qo'yib turib bu yerdan chiqib ketamiz. Aytgancha baliqlar ham suzib yuradi bu yerda. Juda ko'p bo'lmasa-da. Eshikni ochamiz, chiqdik. Va bizning garajimiz tayyor. Mana bu qanchadan beri shu yerda turibdi. Xo'p, bo'ldi, shu bilan birgalikda mening 10 daqiqalik videocham o'z nihoyasiga yetib bormoqda ekan. Keyingi videogacha ko'rishguncha deb qolaman. Aytgancha videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, komment yozing, qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyingi videogacha